So'z boshi. Insoniyat qadimdan turli kasalliklarni davolashda shifobaxsh o'simliklardan foydalanib kelgan. Dorivor o'simliklar eng muhim muolaja vositasi hisoblangan. Ularni yaratuvchi Allohga behad va benihoya hamdu sanolar bo'lsinki, u har bir tirik jonga mijoz berdi. Odamni eng mo'tadil mijoz bilan yaratdi. Odamdagi har bir a'zoga loyiq mijoz berib, ba'zi a'zoni issiqroq, ba'zisini sovuqroq, quruqroq va ba'zisini ho'lroq qildi. Tanadagi eng issiq narsa ruh, uning paydo bo'lish o'rni yurakdir. Undan keyingi darajadagi issiq mijoz qondir. Tanadagi issiq mijozli a'zolar bu jigar, o'pka, go'sht, mushaklar, taloq, buyrak, qon tomirlari va kaftning terisi. Sovuq mijozli moddalar esa teri, bosh miya, orqa miya, pardalar, paylar, yog', mo'y, suyak, tog'ay, boyloq, asab, charvi moyi va balg'amdir. Tanadagi eng ho'l narsa balg'am, qon, yog', charvi, bosh miya, orqa miya, siyna ya'ni emchak va moyaklar go'shti, shuningdek o'pka, jigar, taloq, buyraklar, mushaklar va teridir. Hakimlarning aytishicha, mijoz 70 xil bo'lar ekan. Ularni aniqlash qiyin bo'lganligi sababli hozir tabiblar bu 70 xilni 7 xilga olib keldilar. Keyin 4 ga bo'lib, shu orqali kishi mijozini aniqlash yo'lini o'rgandilar. Bundan tashqari buyuriladigan dorilar har bir viloyatning iqlim sharoitiga qarab har xil buyuriladi. Masalan, bir viloyatda yaxshi ta'sir qiladigan dori ikkinchi viloyatda uncha samarali bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, bir kishiga berilgan dori ikkinchi kishiga yoqmasligi mumkin. Chunki har bir kishining mijozi har xil bo'ladi. Mijozni uyqu va uyqusizlikka bo'lishgan. Ser uyqu kishiga ho'l, sovuqdir yor, ya'ni sovuq mijoz. Quruq issiq bo'lsa doimo bedor, ya'ni issiq mijoz. Demak, ko'p uxlaydigan odamlarda ko'pincha sovuq mijoz bo'lar ekan. Quruq issiq mijozlar esa doimo bedor bo'lar ekan. 30 yoshgacha inson mijozi ho'l, issiq. 36 yoshga borganida quruq issiq bo'ladi. 60 yoshga yetganida quruq sovuq ko'taradi. Shundan so'ng keladi qarilik yoshi, ho'l sovuq kishida hakim bo'lgay bos. O'lguncha tugamas endi bu mijoz. Qadimgi tabobatda kasallikni davolash asosan mijozga qarab belgilangan. Bemorning mijozi tomir, til, ko'z, badan va axlat rangidan aniqlab olingan. So'ng mijozga mos dori-darmonlar iste'mol qilish buyurilgan. Tabib nafaqat odam mijozini, balki har bir o'simlikdan va hayvonotdan olinadigan dori-darmonlar tabiati va mijozini bilgan. Xo'sh, mijoz nima? Unsurlarning qarama-qarshi kayfiyatlarining bir-biriga ta'siri. Ma'lum bir chegaraga yetganda paydo bo'lgan kayfiyat mijoz deyiladi. Unsurlardagi kayfiyat, ya'ni mijoz 4 ta: issiqlik, sovuqlik, ho'llik va quruqlik. Mijozlar birgalikda bo'lganida ho'l issiq, ho'l sovuq, quruq sovuq, quruq issiq, quruq sovuqqa ajratiladi. Bular oraliq mijozlardir. Dori-darmonlar ham xuddi shunday mijozlarga ega bo'lib, odatda bu dorini tabiat deyiladi. Bir dori ma'lum bir kishi jismiga issiq bo'lsa, boshqa birovning jismiga mo'tadildir, ya'ni mijozga qarab buyuriladi. Buyuk olim Gippokrat aytganidek, iste'mol qilayotgan taomingiz dori vazifasini o'tasin. Doringiz taomdan iborat bo'lsin. Sa'diy Shiroziy aytadi: ichish bo'lsa, yeyish ichishga qobil. Rang toza, sog'lom bo'lar dil. Xarob bo'lar badan,
o'yi badan uyi batamom, qachonki mos kelmas mijozu taom deydi. Odam tanasi a'zolariga ta'sir etuvchi minglab omillar ichida ovqatlanish katta ahamiyatga ega. Tananing mustahkamligi va barqarorligi biron bir narsaga bog'liqdir. Masalan, semizlik sovuq mijozning oqibatidir. Qizillik qonning, sariqlik safronning oqibatidir. Yoki g'azab hayvoniy kuchning nofaol harakatining oqibatidir. Iffat mo'tadil darajadagi shahvat quvvatining oqibatidir. Donishmandlik so'zlovchining vazminligining oqibatidir. Organizm organik olamning yuksak taraqqiy etgan birligi bo'lib, o'zini o'zi boshqara oladi. Shu tufayli ichki muhitning mudom bir me'yorda turishiga erisha oladi. Organizmning tirikligini belgilaydigan birdan bir hodisa moddalar almashinuvidir. U tashqi muhit ta'siriga yaxlit tizim sifatida javob berib, mustaqil yashash va rivojlanib ko'payish qobiliyatiga egadir. Kishi tanasi tashqi muhit bilan moddalar almashuvi to'xtab qolsa, organizm hayoti so'nadi, u o'ladi. Inson tanasiga ta'sir qiluvchi sabablar odam gavdasining holatlarini o'zgartiruvchi yoki o'zgarmagan holda saqlovchi sabablardir. Ular havo va unga aloqador narsalar, ovqatlar, suvlar, ichimliklar, shaharlar, turar joylar, jismoniy va nafsoniy harakatlar. Uyqu va uyg'oqlik bir yoshdan boshqa bir yoshga o'tish, jins e'tibori, hunarlar, odatlar, atrof muhit odam tabiatiga teskari yo teskari bo'lmay ta'sir qiluvchi sabablardandir. Kasallik kishi tanasiga g'ayritabiiy holatda paydo bo'lishidir. Masalan, o'pka yallig'langanda yuz o'ta darajada qizaradi. Oshqozon, yo'g'on, ichakda qattiq og'riq paydo bo'ladi. Insonning vazifasi tananing tabiiy holatini o'zgartirmasligiga, kasal bo'lmaslik, mabodo vaziyat yuzaga kelganda ham tezda tabiiy holatda tiklab olishdan iborat. Ba'zi kasalliklar nasldan naslga ko'chadi. Kasalliklarning kelib chiqishi turlicha bo'lib, uni sinchiklab tekshirish zarur. Hayotiy quvvatini yurak va tomirlarni harakatlantiradigan javharga ega bo'lgan ruhni to'ldirish uchun tabiatni farzandi tabiatga ergashadi. Tabiatning o'zi davolaydi degan jumlalarda jon bor. Bunda asosan quyidagi 7 narsaga e'tibor berilishi shart. Mijozni mo'tadil qilish, yeyiladigan va ichiladigan narsani tanlash, tanani chiqindidan tozalash, to'g'ri tuzilishni saqlash, nafas oladigan havoni yaxshilash, kiyimni toza va yaxshisini kiyish, jismoniy va ruhiy harakatlarni mo'tadillashtirish. Shu harakatlar jumlasiga ma'lum darajada uyqu va uyg'oqlik ham kiradi. Kishi sabr toqatli, mehnatsevar, odob axloqli, irodali bo'lishi lozim. Ana shunday odamning asabi tinch, kuchli, xotirjam bo'ladi. Bunday odamlar kasallikka kam chalinadilar. Arastu shunday deydi: kasaldan qo'rqmayu g'am yema hech vaqt, badaning doriga qilmasin illat. Odat qilsa agar bu yomon illat, na faqat illat, balki zo'r zillat, ya'ni xorlik. Biz yuksak rivojlangan texnologiya asriga qadam qo'ydik. Ayni paytda aqlimiz qanchalik ilgarilab borayotgan bo'lsa-da, tanamiz ba'zida kutilmagan dard qo'zg'atuvchilarga himoyasiz bo'lib kelmoqda. Buni olimlar tabiiy immunitetning susayganligi bilan izohlashmoqda. Shu boisdan ham bugungi kunda butun dunyoda odamlar o'zlarini chiniqtirib, sog'lom bo'lish choralarini ko'rishga intilmoqdalar. Dardga chalinganda esa immunitetni susaytiradigan sun'iy davo vositalaridan iloji boricha qochib, tabiiy davo vositalaridan foydalanishga harakat qilinmoqda. Tabiat, ayniqsa bizning serquyosh o'lkamiz insonga bebaho xazina ato etgan. Bu o'simliklar dunyosidir. Tabiatdagi va o'simliklar tarkibidagi yuzlab biologik faol moddalar inson a'zolariga mijozga ko'ra turlicha ta'sir o'tkazadi. Abu Ali ibn Sino aytganidek, o'simlikning foydali tomonlari bilan birga ma'lum darajada zararli jihatlari ham bo'ladi.
Bilimsiz kishilar qo'lida har qanday dori og'udir. Bilimdonlar qo'lida esa u hayot abadiyligini ta'minlovchi sharbatdir. Abu Ali ibn Sino aytganidek, fidoyi tadbirkor bo'lsa shifokor, tezda tuzalajak har qanday bemor. Mazkur kitobda inson organizmidagi kasalliklarning kelib chiqish sabablari va tabiatda ana shu kasalliklarga shifo bo'ladigan o'simliklarning mavjudligi va ulardan foydalanish usullari bayon etilgan. Ushbu kitob sizga tanangizni baquvvat, ruhingizni sog'lom asrashda yordam beradi deb o'ylab qolamiz.